Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoga like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa sizlarning vaqtingizdan olmagan holatda darhol ushbu roligimizda boshlaymiz. Demak, dastlabki texnikamiz Eurokamaz 2008-yil ishlab chiqarilgan. Holat a'lo darajada, ballonlari yangi, motor va hadovi yaqinda remont qilingan, ishga tayyor holatda, hujjatlari joyida, manzil Namangan viloyati. Narxi esa $30,000 aytilishi, yana kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbat esa Samosval Chakman sotlada 2019-yil ishlab chiqarilgan, 2020-yil avtosalonda sotib olingan. Zavodskoy metan gazlar ham bor. Probegi esa 143,000 km. Holati ideal holatda. 10 tala ballon ham 100% yangi. Konditsionerlar ham bor. Original magnitofon, PNR kolonkalar qo'yilgan. Mashinani naqd pul yoki bank orqali olsangiz ham bo'ladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Buxoro viloyati. Narxi esa $56,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Navbatda yana bir havo avtomashinamiz ham albatta sotiladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 40 tonnagacha yuk oladi. Ballonlarning hammasi yangi, hujjatlar ham joyida. Ishlab turgan texnika hech qanday muammosi yo'q deyishyapti. Demak, narxi $60,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir havo avtomashinamiz ham sotiladi. Biroz kichikroq variantidan 10 tonnagacha yuk oladi deyishyapti. Probeg atiga 10,000 km, hamma joy radnoy. Variantga ham qilib beramiz deyishyapti. Manzil Xorazm viloyati, narxi esa 500 million so'm aytilishi, yana kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi havo avtomashinamiz esa 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 25 tonnagacha yuk oladi. Holati yaxshi, motor, korobka, hadovoylar 100% remont bo'lgan, 4 ta metan gaz ballonlari bor. Hujjatlar joyida. Manzil Buxoro viloyati, narxi $27,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Demak, navbatini kutib turgan texnikamiz ham Samosval havo avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holati juda ham zo'r deyishyapti. Zavodskoy gaz ballonlari bor, ishga tayyor, xarajati yo'q deyishyapti. Narxi $42,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatini kutib turgan texnikamiz ham albatta havo avtomashinasidan bo'ladi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 819,000 km deyishyapti. 40 tonna yukka mo'ljallangan, holati yaxshi, hujjatlar joyida, mashinaning hech qanday kamchiligi yo'q. Narxi $70,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Biz esa albatta yana davom etamiz. Bizda navbatda yana bir havo avtomashinasi Samosvaldan bo'ladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, motor hali ochilmagan deyishyapti. Zavodskoy gazlar ham bor. Mashinani kamchiligi yo'q, ishga tayyor, 10 tala ballon ham bez kamir ballonda deyishyapti. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa $35,000 aytilishi, ya'ni kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi Samosval havo avtomashinamiz esa 2009-yilda ishlab chiqarilgan, o'zimiz minib yurgan mashina, holati o'rta holatda, xarajat yo'q, ishlab turgan texnika deb ma'lumot qoldirishgan. Metan gazlar ham bor. Narxi $20,000 aytilishi, yana kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan qolgan ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatda yana bir Samosval havo avtomashinamiz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilini yozib yuborishmoqda. Holati yaxshi, hujjatlar joyida, mashinani hech qanday kamchiligi yo'q. Motor, korobka, hadovoylari ham ideal holatida ma'lumot qoldirishgan. Manzil Qashqadaryo viloyati, narxi $35,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Albatta qolgan ma'lumotlarni ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin. Endi esa biroz pastlaymiz, navbatni esa Isuzu bozoriga beramiz. Demak, dastlabki Isuzu avtomobilimiz 2012-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor, korobkalar ham zo'r holatda, mashina ishga tayyor, hujjatlari bor, polniy CNG hamma joyi deyishyapti. Narxi $28,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Ikkinchi Isuzu avtomashinamiz esa 2008-yilda ishlab chiqarilgan, avtobusdan yig'ilgan variantidan deyishyapti. Motor yangi, turbina motordan deyishyapti. Hadovoylar ham zo'r holatda, hech qanday kamchiligi yo'q, hujjatlari ham joyida deyishyapti. Narxi $23,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Bizda esa navbatda yana bir avtobusdan yig'ilgan Isuzu avtomashinamiz ham albatta sotiladi. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika, xarajat yo'q, hamma joyi bir qator ko'rib chiqilgan deyishyapti. Ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmagan. Narxi $14,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Xorazm viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Ma'lumot uchun, ya'ni to'liq ma'lumot uchun albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Navbatini kutib turgan Isuzu avtomobilimiz ham avtobusdan yig'ilgan Samosval Isuzudan bo'ladi. Motor, hadovoylari yaqinda remont qilingan, ballonlar 60% atrofida. Ishlab chiqarilgan yili esa 2008-yil, holati yaxshi, ishga tayyor deyishmoqda. Narxi $260 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati.
Navbatini kutib turgan yana bir Isuzu avtomashinamiz ham avtobusdan yig'ilgan Isuzu avtomashinalardan bo'ladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, kapitan remont qilingan, hamma joyi bir qator ko'rilgan, hech qanday kamchiligi, muammosi qolmagan, ishga tayyor holati deyishmoqda. Demak, narxi 24 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, bugungi dasturimizning texnikalari shulardan iborat edi. Agar ushbu roligimiz sizlar uchun foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab ketishni albatta unutmang.